Bugun shu so'q boshlashidan oldin bayram. Ma'lum hammasi o'chib qolgan. 4-oktyabr. Uchish kerakmi, turish kerakmi bilmayman. Qizil qonun tuyuqlar. Mashinalar yo'ldan kelyapti. Bugun aytmoqchi bo'lgan gapim boshqa narsa edi hozir. Xudo xohlasa ertaga 5-oktyabrdan to 12-oktyabrgacha bir haftalik challenge qilmoqchiman. Bu challenjda men o'zimni vaqtli uyg'onishligimda sizlar bilan bo'lishib, har kuni soat 6 da inshaalloh 6 AM da Koreyan vaqti bilan video joylayman. Ya'ni turib shu bomdod namozidan keyin turib, shu aylanib ozroq kechagi kunim yo bugungi kunim haqida nima qilishlarim haqida, bu narsa menga nima beradi, bu narsa menga intizom, sizlarni oldilaringizda, o'zimni oldimda intizomli bo'lishlikni o'rgatadi. Menimcha hozir bu shekillida svetofor. Ketgan bo'ladi menimcha. Sizlarni. Menimcha bayramga ishlamay qolganmi deyman-da. Xullas shu ertadan Xudo xohlasa kunimda challenge qilmoqchiman, chunki hozir Chusoq haftasida vaqtli uyg'onish, vaqtli yotish muhimda. O'zimman oxirgi paytda bu narsaga umuman e'tibor bermayotgandim. Kunim, umrim, vaqtim betartib o'tayotganligini hisobiga baraka yo'q edi. Shu narsani to'g'rilashligim uchun o'zim bilan o'zim challenge qilyapman. Bunga sizlardan menga kerak bo'ladigan narsa support. Ya'ni men xullas bu narsani videoni olib recording qilib har kunlik joylab boraman. Agar fikrlaringiz bo'lsa, bo'lmasam challenge qo'shilmoqchi bo'lsalaringiz qo'shilinglar. Mayli, charchamanglar. Bu narsa